Assalomu alaykum qadrli bilan qadrdonlarim. Bugungi obzorimiz D10 variant D10 joyda 3 xonali kvartiramiz, 2-etajda Yevro ta'mirda ta'mirlangan kvartiramizning barcha jihozlari bilan obzorga keldik. Sizlarga obzor ko'rsatib o'tamiz. Narxi va raqamlarimizni qo'yib o'tamiz. Aloqada chiqishingizni keyin yana yaxshilab so'rab qolamiz. Eshikdan kirgan vaqtimiz yaxshigina turetskiy eshiklar, oyoq ostimizni kafil qilingan beranjelgacha. Bu yoqqa obuvni shkaf qo'yilgan, o'tirib bemalol obuvingizni kiyish uchun. Bu yoqqa esa shifoner qo'yganlar narsalarni o'sib qo'yish uchun. Patologlarga e'tibor beringlar. Chiroyli qilib dizayner ishlar bilan ishlov berilgan va bu yoqqa esa yaxshi mo'ysha aboylar bilan qilingan. Qadrdonlar, keling qani. Mana bu detskiy xonamiz. Detskiy xonamiz ham kattagina, kengina, chiroyli remontcha qilingan, patologlar chiroyligina uzorcha berilgan va lustra nima deyapti? Bu lustra uyga bez beradi, bezak. Va bu yoq esa qarang, alyuminiy radiatorlar qo'yilgan, yaxshi akvaplast qilingan. Oyoq ostilar hamma joy laminat qilingan. Eshiklar sifatli eshiklardan qo'yilgan. Bu yoq esa kattagina spalni bizdan kutib oladi. Spalni bizdan cho'tka remontchalar qilingan, barcha jihozlar qoladi. Patologga e'tibor beringlar. Chiroyli qilib, romantik qilib uzor berib taxlaganlar, pardalari bor, radiatorlar bor, konditsioner bor qadrdonim. Endi sizlarga zalni ko'rsatamiz. Zalimiz ham D10 To'xtang, zalni keyin ko'rsatamiz. Bu yoq sanuzelimiz. Sanuzelimiz D10 remont qilingan, patologgacha kafil qilingan, zamonga qarab patologni natijni desagan bo'ladi. Bu yoq esa kuxunimiz. Kuxunimiz kattagina kuxuni, cho'tki remontcha qilib, akril mebellar bilan kuxun ugalab qo'yilgan, pechkalar yaxshi qo'yilgan, gaz plitalar yaxshi qo'yilgan. Steralka bor. Bu yoqni esa barn stoyka bilan chiroyli qilib taxlab qo'yganlar. Bemalol kofe-chan ichib, televizorni tomosha qilib o'tirsangiz bo'ladi qadrdonim. 6 metrlik balkonimiz ham bemalol sharoitcha bor. Bemalol o'tirib ovqatlanishga sharoit bor. Bu yerdan ko'rayotgan narsalar barcha jihozlar qoladi. Qadrdonim, ana bu yerda shuna eshikdan qaragan, trezordan shuna qaragan vaqtingiz parkovkalar bor. Parkovka bu yerning o'zi, uyning egasining o'zlariga отдельный parkovkalari bor. Parkovka muammo yo'q. Endi sizlarga hozir zalimizni ko'rsatamiz. Zalimizni qarang, zalimizdan vobshe kattagina, kengina zalimiz. Cho'tka remontcha qilingan, mo'ysha aboylar bilan, patologlarga gipsokartonlar bilan uzor berilgan vobshe, chiroyli svetilnik lustra o'sib qo'yilgan. Bu shuna o'tirasiz, bag'ringiz ochiladi. LED pardalar qilingan, radiatorlar qo'yilgan, oyoq ostimiz laminat qilingan va chiroyli uголок mebel, mягкий mebel qo'yilgan. Televizor qoladi, kolonkalari qoladi qadrdonlarim. Lokatsiyasini bir marta aytaman. 5-mikrorayonda orbitada 5 etajga domning 2-etajda 115 kvadratlik kvartiramiz. Yevro ta'mirda ta'mirlangan, barcha jihozlar bilan sotiladi. Narxini endi bitta like bo'lsin keyin aytaman. Bo'lmasa aytmayman. Ha, keling aytdim qo'ydim. Narxini 75 ming deb baholayapmiz. Yana savdolashga bemalol zazorcha bor. Yana kelinglar pul bilan gaplashamiz. Ikkilamchi kredit asosida ham rasmiylashtirib beramiz qadrdonlarim. Sizlarga bizning obzor ma'qul kelgan bo'lsa, like papskani ayaman qadrdonim. Feras agentstvaga obuna bo'lishni unutmang. Bu obzorimizni do'stlaringizga tarqatinglar. Sizlar sababchi do'stlaringiz uylik, vatanlik bo'lishi mumkin. Shu territoriyadan do'stlaringiz uy qidirib yurgan bo'lishi mumkin. Ularga tarqating. Ular uylik, vatanlik bo'ladi. Bu yoqda lakasiz shokolad, maktab, bog'cha muammo yo'q. Yo'l ustida birinchi liniyada domimiz vetrindan holatda turibdi. Qadrdonim, like bosing, obuna bo'ling, soqqan tashang, shu kvartiraga kelib yashang. Like bosgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Doim o'sha qo'lchalaringiz bilan Franklinni sanab yuring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biz ketdik.